Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Bu barcha pensionerlar uchun taqiqlanadi. Gap oddiy ogohlantirish haqida emas, gap pensiyangiz to'xtab qolishi. Ortiqcha to'langan pulni qaytarishga majbur bo'lishingiz, bank kartangizdagi mablag' yo'qolishi yoki hatto sudgacha boradigan muammo haqida ketmoqda. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki aytiladigan ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga va keksalarga qaraydigan qarindoshlarga bevosita tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki men sizlarga oddiy tilda hayotiy misollar bilan nimalarni qilish mumkin emasligini va o'zingizni qanday himoya qilishini tushuntiraman. Men ko'p yillardan beri pensiya, nafaqa, bank to'lovlari va fuqarolarning huquqlari bo'yicha murojaatlarni ko'rib kelaman. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, pensioner men pensiyamni olyapman, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin hozir pensiya tizimi oldingidek faqat qog'oz daftarar, navbat va og'zaki ma'lumotlarga tayanib ishlamaydi. Hozir bank kartalari, elektron bazalar, shaxsiy identifikatsiya, propiska, ish joyi ma'lumotlari, soliq va boshqa idoralararo axborot almashinuvi kuchaygan. Ya'ni avval ko'p narsa kech aniqlangan bo'lsa, hozir xatolik yoki yashirilgan ma'lumot ancha tez ko'rinib qoladi. Oldin pensioner boshqa shaharga ketib qolsa, ishga kirsa, doimiy yashash manzili o'zgarsa yoki bank kartasini qarindoshiga berib qo'ysa, ko'pincha uzoq vaqt hech kimga bilinmasdi. Hozir esa ko'plab ma'lumotlar elektron tizimlarda solishtiriladi. Pensiya tayinlash yoki to'lashda noto'g'ri ma'lumot berilsa, ortiqcha pul to'lansa, keyin uni qaytarish talabi kelishi mumkin. Bu yerda eng og'riqli joy shuki, pensioner ko'pincha men bilmaganman deydi, ammo bilmaslik har doim ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Bugungi asosiy gapim shundan iborat. Pensionerlarga eng avvalo 3 narsani qilish taqiqlanadi yoki juda xavfli hisoblanadi. Birinchisi, pensiya kartasini, PIN kodini, SMS kodini yoki bank ma'lumotlarini boshqa odamga berish. Ikkinchisi, pensiya olishga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish yoki noto'g'ri hujjat topshirish. Uchinchisi, o'z nomingizdan kredit, kafillik, oldi-sotdi, ishonchnoma, mikrozaym kabi hujjatlarga mazmunini tushunmasdan imzo qo'yish. Mana shu 3 ta holat juda ko'p oilalarda katta muammo keltirib chiqarmoqda. Men birinchi navbatda bank kartasi masalasidan boshlayman. Pensionerning kartasi pensionerning shaxsiy mulki va shaxsiy moliyaviy vositasi, uni qo'shniga. Tanishga nabiram olib turadi, o'g'lim ishlatib turadi, do'kondagi bola yechib beradi deb berish juda xavfli. Ayniqsa PIN kod va telefoningizga keladigan SMS kodni aytish mutlaqo mumkin emas. Chunki bugun kartadan pul yechish uchun faqat karta yetmaydi. Ko'p hollarda telefon raqami, SMS kod, mobil ilova yoki bank operatori orqali tasdiqlash kerak bo'ladi. Siz kodni aytdingizmi, amalda o'zingiz ruxsat bergandek bo'lib qolasiz. Masalan, bir pensioner ayol har oy 1000-200 ming so'm pensiya oladi. U bankomatdan pul yechishni bilmagani uchun kartasini qo'shnisiga beradi. Qo'shni birinchi oy hammasini to'g'ri olib keladi. Ikkinchi oy 1000 so'm kam beradi. Uchinchi oy komissiya ushlabdi deydi. Pensioner ishonadi. Oradan 6 oy o'tib, kartadan jami 1000-5000 so'mdan ko'proq pul yo'qolgani bilinadi. Bankka borsa, pul bankomatdan PIN kod bilan yechilgan. Demak, karta egasi ma'lumotni o'zi bergan bo'lishi mumkin deyiladi. Bu vaziyatda pulni qaytarish juda qiyinlashadi. Yana bir misol. Pensioner otaxonning telefoniga sizga kompensatsiya tushadi, kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishadi. Ular o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili yoki mahalla mas'uli deb tanishtiradi. Otaxon ishonib SMS kodni aytadi. Natijada kartadagi 200 ming so'm yechib olinadi yoki uning nomiga onlayn kredit rasmiylashtiriladi. Men bunday holatlarda har doim aytaman. Haqiqiy bank xodimi ham, davlat idorasi xodimi ham sizdan SMS kod, PIN kod va bank ilovasi parolini so'ramaydi. Kim so'rasa bilingki, bu xavfli signal. Endi pensiya olishga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirish masalasiga o'tamiz. Pensiya va nafaqalar turlicha bo'ladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa va boshqa to'lovlar. Har birining o'z sharti bor. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan farzand o'qishni tugatsa, ishlashga kirsa yoki shartlar o'zgarsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Nogironlik holati qayta ko'rikdan o'tishni talab qilishi mumkin. Doimiy yashash joyi yoki hujjatlardagi ma'lumotlar o'zgarsa, tegishli idoraga xabar berish kerak bo'ladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz pensiya tayinlangan vaqtda berilgan ma'lumot keyinchalik o'zgarganini bilsangiz, uni yashirish mumkin emas.
Mayli, o'zi bilib olishar. 1-2 oy olay keyin aytaman. Baribir kam pul degan fikr xavfli. Chunki ortiqcha to'langan pul keyin hisob-kitob qilinib, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Agar 200 ming so'mdan 12 oy ortiqcha to'langan bo'lsa, bu 200-400 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu juda katta mablag'. Ba'zan esa bu summani birdan to'lash talab qilinmasa ham, keyingi pensiyadan ushlab qolish masalasi chiqadi. Natijada odam har oy odatdagidan kam pul oladi. Kim xavotir olishi kerak? Men buni aniq aytaman. Agar siz pensiya yoki nafaqani olganingizdan keyin ishga kirgan bo'lsangiz, yashash joyingizni o'zgartirgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi bo'yicha hujjatlaringiz muddati tugayotgan bo'lsa, boquvchini yo'qotganlik to'lovi oluvchi shaxsning o'qishi yoki oilaviy holati o'zgargan bo'lsa, bank kartangizni boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, siz albatta ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu degani pensiyangiz albatta to'xtaydi degani emas. Bu degani ma'lumotlaringiz to'g'ri va qonuniy rasmiylashtirilganini tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiyani qonuniy tayinlatgan bo'lsangiz, bank kartangiz o'zingizda bo'lsa, hech kimga PIN kod bermasangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz va telefon raqamingiz bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, ortiqcha qo'rqishga hojat yo'q. Lekin baribir ehtiyotkorlik kerak. Chunki firibgarlar aynan mening hammasi joyida deb xotirjam yurgan odamlarni ko'proq nishonga oladi. Uchinchi katta masala imzo. Pensionerlar ko'pincha farzandlariga ishonadi. Bu tabiiy, lekin ishonch boshqa. Hujjatga imzo qo'yish boshqa. Siz o'qimagan, tushunmagan, nusxasini olmagan hujjatga imzo qo'ymasligingiz kerak. Ayniqsa kredit, kafillik, mikrozaym, notarial ishonchnoma, uy-joy oldi sotisi, avtomobil oldi sotisi, merosdan voz kechish, bank kartasini boshqarish huquqi kabi hujjatlarda juda ehtiyot bo'lish zarur. Oddiy hayotiy misol, otaxon o'g'liga menga shunchaki imzo kerak, bankdan ma'lumotnoma olamiz degan gapga ishonib boradi. Bankda esa u o'g'lining kreditiga kafil bo'lib imzo qo'yadi. O'g'il 2-3 oy to'laydi, keyin to'lay olmaydi. Bank qarzni kafildan talab qiladi. Otaxon men kredit olmaganman deydi. Lekin hujjatda imzo bor. Kafillik shuni anglatadiki, asosiy qarzdor to'lamasa, bank kafilga murojaat qilishi mumkin. Shunday qilib, pensionerning pensiyasidan qarz undirilishi, hisob raqamlariga cheklov tushishi yoki sud ijrosi jarayoni boshlanishi mumkin. Yana bir misol, pensioner ayolga uyini nevaraga o'tkazib qo'ysak, kommunal to'lovlar yengillashadi deyshadi. U notariusga borib hujjatga imzo qo'yadi. Keyin bilsa, uy hadya shartnomasi orqali butunlay boshqa odam nomiga o'tgan. Hadya shartnomasi imzolangandan keyin uni bekor qilish juda qiyin. Shuning uchun pensionerlar uchun eng xavfli gaplardan biri bu shunchaki rasmiyatchilik degan gapdir. Hujjatda shunchaki degan narsa bo'lmaydi. Har bir imzo oqibat keltiradi. Asosiy qism 2 istisnolar, yashirin nozik jihatlar va ko'p odam bilmaydigan holatlar. Endi men eng muhim nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Farzandingiz yoki qarindoshingizga yordam berish taqiqlanmagan, lekin o'z moliyaviy ma'lumotlaringizni nazoratsiz berish xavfli. Masalan, siz sog'lig'ingiz sabab banka bora olmasangiz, qonuniy tartibda ishonchnoma rasmiylashtirish mumkin. Lekin ishonchnomada nimaga ruxsat berilayotgani aniq yozilishi kerak. Barcha ishlarni bajarish huquqi degan keng vakolatli ishonchnoma juda xavfli bo'lishi mumkin. Unda bankdan pul olish, mulkni sotish, hujjat imzolash kabi katta vakolatlar kirib ketishi ehtimoli bor. Shuning uchun ishonchnoma berayotganingizda faqat pensiyani olish, faqat falon bankdagi hisobdan falon muddat davomida mablag' olish, mulkni sotish huquqsiz kabi cheklovlarni alohida ko'rsatish kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensioner ishlashi mumkinmi? Ko'p odamlar pensioner ishlasa, pensiyasi to'xtaydi deb qo'rqadi. Bu masala pensiya turiga, to'lov asosiga va amaldagi tartibga bog'liq. Yoshga doir pensiya oluvchi ko'p hollarda ishlashi mumkin. Lekin ayrim nafaqa va qo'shimcha to'lovlarda ishga kirish shartlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim shunday maslahat beraman. Ishga kirishdan oldin yoki kirgandan keyin tegishli idoraga murojaat qilib, aynan sizning to'lovingizga ta'siri bormi, yo'qmi, yozma yoki rasmiy javob oling. Og'zaki hech narsa bo'lmaydi degan gap keyin dalil bo'lmaydi. Uchinchi nozik jihat, chet elga ketish yoki uzoq muddat boshqa joyda yashash. Ba'zi pensionerlar bir necha oy farzandining yoniga boshqa viloyatga yoki chet elga ketadi. Bu har doim pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin uzoq muddat yashash joyi o'zgarsa hujjatlari, bank kartasi va shaxsiy tasdiqlash masalalarida muammo chiqishi mumkin.
Ayniqsa kartani boshqa odamga qoldirib ketish xavfli. Men Rossiyada edim. Kartamni ukam ishlatgan degan vaziyatda pul yo'qolsa, isbotlash qiyin. Agar chetga ketayotgan bo'lsangiz, bank ilovasi, telefon raqami, ishonchnoma va pensiya to'lov tartibini oldindan aniqlashtiring. 4-nozik jihat. Marhum pensionerning pensiyasini olish. Bu juda jiddiy masala. Ba'zan pensioner vafot etadi, lekin uning kartasida pul qoladi yoki keyingi oy ham mablag' tushib qoladi. Qarindoshlar baribir o'zimizniki xarajatga ishlatamiz deb kartadan pul yechadi. Bu mutlaqo noto'g'ri va xavfli. Pensioner vafot etgandan keyin uning nomidan tushgan yoki noto'g'ri to'langan mablag'ni olish, yashirish yoki ishlatish keyinchalik qaytarish majburiyati va huquqiy muammolarga olib kelishi mumkin. Dafn puli, meros, hisobdagi qoldiq mablag' kabi masalalar alohida qonuniy tartibda hal qilinadi. Kartadan PIN kod bilan pul yechib olish eng oson yo'l bo'lib ko'rinsa ham, keyin eng katta muammoga aylanishi mumkin. 5-nozik jihat telefon raqami. Ko'p pensionerlar bank kartasini bir raqamga ulaydi. Keyin raqamni ishlatmay qo'yadi yoki farzandining raqamiga rasmiylashtiradi. Bu ham xavfli, chunki bank xabarnomalari, tasdiqlash kodlari, ogohlantirishlar aynan o'sha raqamga keladi. Agar raqam boshqa odam qo'lida bo'lsa, u sizning moliyaviy harakatlaringizni ko'rishi yoki ayrim operatsiyalarni tasdiqlashga urinishi mumkin. Men pensionerlarga doim aytaman, kartangizga ulangan telefon raqami o'zingiz ishlatadigan, nazorat qiladigan raqam bo'lsin. Telefonni ham hech kimga uzoq vaqtga berib qo'ymang. 6-nozik jihat davlatdan qo'shimcha pul chiqdi degan xabarlar. Internetda, Telegram guruhlarda, SMSlarda barcha pensionerlarga 20 million so'mdan to'lanadi. Kompensatsiya olish uchun karta raqamingizni kiriting. Ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz kuyadi degan soxta xabarlar ko'paygan. Rasmiy to'lovlar hech qachon shubhali havola orqali PIN kod so'rab berilmaydi. Agar haqiqatan ham yangi to'lov, ustama yoki kompensatsiya bo'lsa, uni rasmiy davlat idoralari, bankning rasmiy kanallari yoki mahalla orqali tekshirish mumkin. Havolaga kirib karta ma'lumotini kiritish pensionerlar uchun eng katta xatolardan biridir. 7-nozik jihat qarindoshlarning bosimi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner hujjatni tushunmaydi, lekin o'g'lim xafa bo'lmasin, kelini bilan urush bo'lmasin, nevaramga yordam bo'lsin deb imzo qo'yadi. Keyin esa uydan ayriladi, kreditga botadi yoki pensiyasi qarzga ketadi. O'ylab muhim, lekin pensionerning huquqi ham muhim. Siz o'z mulkingiz, pensiyangiz va imzoyingizni himoya qilmasangiz, keyin sizni himoya qilish ancha qiyin bo'ladi. Shuning uchun qarindosh bo'lsa ham hujjatni mustaqil tekshirtirish uyat emas. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam. Bank kartangiz va telefoningizni tekshiring. Kartangiz o'zingizdami? PIN kodni faqat o'zingiz bilasizmi? Telefon raqami o'zingizning nomingizdami yoki hech bo'lmaganda o'zingiz nazorat qilasizmi? Agar kartangiz farzandingizda yoki qarindoshingizda bo'lsa, uni qaytarib oling. Agar pulni o'zingiz yecha olmasangiz, bankdan pensiya olishning xavfsiz yo'lini so'rang. Bank xodimidan bankomatdan foydalanishni o'rgatishini so'rashingiz mumkin. Bu uyat emas. Pulni himoya qilish uyat bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, PIN kod va SMS kod bo'yicha oila ichida qat'iy qoida qo'ying. Hech kimga aytmaysiz. Hatto o'g'lingiz, qizingiz, nevarangiz so'rasa ham, men kod aytmayman, kerak bo'lsa bankka birga boramiz deb javob bering. Agar kimdir telefon qilib kod so'rasa, darhol qo'ng'iroqni uzing. Keyin bankning rasmiy telefon raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon sizga qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang, chunki u ham firibgar bo'lishi mumkin. 3-qadam. Pensiya yoki nafaqa hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxalari nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yashash joyi bilan bog'liq hujjatlar, notarial ishonchnomalar bo'lsa, barchasini alohida papkaga solib qo'ying. Agar biror holat o'zgargan bo'lsa, masalan ishga kirgan bo'lsangiz, boshqa manzilga ko'chgan bo'lsangiz, nogironlik muddati yaqinlashgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Savolingizni og'zaki emas, imkon qadar yozma tarzda bering yoki murojaat raqamini olib qo'ying. 4-qadam, hujjatga imzo qo'yishdan oldin 3 ta savol bering. Birinchi savol, men nimaga imzo qo'yapman? Ikkinchi savol, bu hujjat menga qanday majburiyat yuklaydi? 3-savol, men bu hujjatning nusxasini olamanmi? Agar javoblar aniq bo'lmasa imzo qo'ymang. Notariusda bo'lsangiz, notariusdan hujjat mazmunini sekin va tushunarli qilib tushuntirishni talab qiling. Bankda bo'lsangiz,
Shartnomani uyga olib ketib o'qishga yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsatishga haqlimisiz? So'rang. Shoshilishsa bu ham xavfli belgi. 5-qadam. Ishonchnoma berayotgan bo'lsangiz, vakolatlarni cheklang. Masalan, falon shaxs mening nomimdan barcha ishlarni yuritsin degan umumiy jumla o'rniga aniq yozdiring. Faqat falon bankdan pensiya mablag'ini olish, faqat falon muddatgacha mulkni sotish, hadya qilish, garobga qo'yish huquqisiz. Kredit olish va kafillik berish huquqisiz. Bu iboralar keyinchalik sizni katta muammolardan saqlaydi. Agar ishonchnomani bekor qilmoqchi bo'lsangiz, notariusga murojaat qilib bekor qilinganini rasmiylashtiring va kerakli tashkilotlarga xabar bering. 6-qadam, agar kartangizdan pul yo'qolgan bo'lsa, darhol harakat qiling. Bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Bank bo'limiga boring yoki ishonchli qarindoshingiz bilan boring. Operatsiyalar ko'chirmasini oling. Qachon, qancha pul, qayerdan yechilganini yozib oling. Agar firibgarlik bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza bering. Ariza sana, vaqt, telefon raqami, SMS xabarlar, karta ma'lumotlari, bank ko'chirmasi va gumon qilinayotgan holatlarni aniq yozing. Vaqtni boy bermang, chunki har bir kun dalillar yo'qolishiga olib kelishi mumkin. 7-qadam. Agar sizga ortiqcha pensiya to'langan, qaytarasiz degan xabar kelsa, vahimaga tushmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Avvalo hisob kitobni so'rang. Qaysi davr uchun, qanday asosda qancha summa ortiqcha to'langan? Qaror yoki talabnoma nusxasini oling. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Hujjatlaringizni ko'rsating. Kerak bo'lsa yuristga murojaat qiling. Ba'zan xatolik texnik bo'lishi mumkin. Ba'zan esa odam haqiqatan ham ma'lumotni vaqtida bermagan bo'ladi. Har ikki holatda ham yozma dalil juda muhim. 8-qadam, oilangiz bilan oldindan gaplashing. Farzandlaringizga ochiq ayting, mening kartam, PIN kodim va imzoyim faqat mening ruxsatim bilan qonuniy tartibda ishlatiladi. Men o'qimagan hujjatga imzo qo'ymayman. Men kafillik bermayman yoki avval mustaqil maslahat olaman. Bu gaplar oila ichida noqulay eshitilishi mumkin, lekin keyin katta janjal bo'lishidan yaxshiroq. Hurmatli farzandlar ham buni tushunishi kerak. Ota-onaning pensiyasi ularning dori-darmoni, oziq-ovqati va hayotiy ehtiyoji uchun. Bugun men sizga eng muhim taqiqlarni tushuntirdim. Pensioner bank kartasi, PIN kod va SMS kodni boshqalarga bermasligi kerak. Pensiya yoki nafaqaga ta'sir qiladigan ma'lumotlarni yashirmasligi kerak. Tushunmagan hujjatga imzo qo'ymasligi kerak. Marhum pensioner nomidan kelgan pulni noqonuniy ishlatmaslik kerak. Shubhali havolalar va qo'ng'iroqlarga ishonmaslik kerak. Bu qoidalarga amal qilsangiz, pensiyangizni, mulkingizni va tinchligingizni himoya qilasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat sizga ko'proq tanish? Karta firibgarligimi, ortiqcha to'lov masalasimi yoki hujjatga imzo qo'yishdagi xavfmi? Fikringiz boshqa pensionerlarga ham foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, buvi-bobolaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish ba'zan odamni millionlab so'mlik zarar va katta tashvishdan saqlab qoladi.